G'ofilligingga necha yil bo'ldi, endi bir marta gapirib tavba qildim deganman qutulib qolasan, urinma. Shahvating shuncha berilgansan, endi qayoqqa borasan? Bunga ko'nikib qolding, hech qo'lingdan kelmaydi buni tashash degan ig'voni qilyapti. Banda nima qiladi? Ana, gap shu yerda. Shu yerda ulamolarimiz aytadilarki, qaysi bir odam shahvatidan qutulishini mumkin emas deb o'ylasa, g'aflatidan ajrashishini qiyin narsa deb o'ylasa, Allohning qodirlik sifatiga kufr keltirgan bo'ladi deydi. Chunki Alloh qodir. Alloh qodir, har bir narsaga qodir degan oyatni o'qisin, shunga iymon keltirsin. Butun dunyoni yaratishga qodir bo'lgan Alloh o'zini yaratgan narsalardan arzimagan bir zarra bo'lgan odamni shahvatini yo'q qila olmasmidi? Yo'q.